Men Gutfuz Organik xorijiy korxonasining bosh hisobchisiman. Hozirgi kunda sog'liq tizimida ancha o'zgarishlar bo'lyapti. Misol uchun oldin tekshirish maqsadi bilan keladigan soliqchilar hozir amaliy yordam berish uchun kelishmoqda. Bizda ba'zi bir muammolarimiz bor edi. Sog'liq sohasida reytingimiz ozgina tushib ketdi. Shahar soliq boshqarmasi rahbari xodimlariga topshiriq berib, bizga bu masalada shu yerni o'zida tushuntirishlar berildi, amaliy yordam ko'rsatildi. Mavjud kamchiliklarimizni bartaraf qilishga ancha yordam berdilar. Bugungi kunda hurmatli prezidentimiz tomonidan soliq organlariga ham alohida vazifa va topshiriqlar berib kelinmoqda. Asosiy vazifalardan biri bu nazorat tizimi bugungi kunda servis xizmat formatiga transformatsiya qilinib, soliq to'lovchilar tomonidan yo'l qo'yilgan xato kamchiliklar uchun hech qanday ta'sirchan choralarni qo'llamasdan faqat ogohlantirish, profilaktika tadbirlari orqali ko'makchi va yordamchi bo'lish vazifasi qo'yildi. Bugungi kunda raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, aprel oyining boshida 1041 ta holatda korxonalarning kamchiliklari bartaraf etildi. Tekshiruvchidan servis, ya'ni xizmat ko'rsatish tamoyili asosida poytaxtimizdagi o'rganishlar korxonalar kesimida davom etmoqda. Oldinlari hisobotlarimiz topshirganimizda bironta muammo bo'ladigan bo'lsa, soliq organiga borib, ancha vaqt yo'qotib, soliq hisobotlarini ko'rib chiqishga ancha navbatlarda turardik. Hozirda hisobotlar hammasi elektron tarzga o'tgan. Undan tashqari yana mana xodimlarning o'zi kelib yordam bergani bizga ancha ish faoliyatimizni tezlashtirishga yordam beryapti. 10 yildan beri buxgalterlik faoliyatini olib borayotgan bo'lsam, oldin savollarimiz bo'lsa, kimga murojaat qilishni bilmasdik. Hozir boshqarmadan alohida har bitta korxonaga xodimlar biriktirilgan. Soliq hisobotlari bo'yicha ozgina muammolarimiz bor edi. Mavjud muammolarimizni ko'rib chiqib, bugun o'zida bartaraf etishga yordam berishdi. Korxonaning muammosi hisobotlar topshirayotganda kurs bo'yicha ozgina tafovut summalari chiqib kelib chiqqan. O'shaning hisobotlarda tafovut summalari mavjud bo'ldi. Hisobotlar bilan moliyaviy natijalar, foyda soliq hisobotlari, qo'shimcha qiymat soliq hisobotlari bilan birgalikda solishtirib chiqqanda tafovut summasini qaytadan shakllantirib, hisobotlarni to'g'rilab topshirish amaliy yordamlar ko'rsatildi.